U Loki filmidagi to'g'ri kesib bilan shug'ullanmaydigan bir lo'kchakdan baravlat kishilarni ilhomlantirgan Lokiga aylangan er. U birinchi tamchi qandiki farosatlik va botur xatarga tavakkul qilgan yakkigona qahramon Rambo. U fidoilar atritidagi uzun yil jang maydonida o'tgan botur jangi mohir alayda qismning doisi. U to'van tabiqidan kelib chiqqan. Turmush qo'lda siqimlab qiynagan bo'lsa-mu, taqdirga tuz tutmagan. U faqat ekranda haqiqiy erkak bo'lib qolmay, texmo muhimmi turmushdagi erkak. U dal Sylvester Stallone 1946 yili 7-ayning 6-kuni Stallone Namrat rayonidagi bir kichik doktorxonada tug'ilgan. Doktor xato mashg'ulot qilganligi sababidan uning yuz nurmasi zaxiylanib, so'l ko'zi, yuzi va qalbiga sangilab qolgan. Hamda tili kalvalashib qolgan. Stallonening dadasi qimorvoz, onasi aroqkash. Dadasi qimorda turib qo'yib, onasini urdi. Onasi mas'ul qilib uni urib ochiqini chiqardi. 11 yoshida ota-onasi ajrashib ketgan. Uning o'rganish natijasi mo qalaymiqan bo'lib, oxirida maktabdan haydalgan. Hamma odamning nazarida mangu qarg'a kelmaydigan bola. Bizning gapimiz bo'yicha Stallonening taqdiri yaxshi emas. Jamiyatda bir necha yil lag'aylab yurgandan keyin u birdilla uyg'ongan. Agar mushundaq ketaversa, oqibat o'zi ota-onasiga o'xshash odamga aylanib qolmamdi. Jamiyatning tashqiliga, hamma odam mansitmaydigan odamga aylanib qolmamdi. U doktor advokat bo'lishni o'ylaydi. Ammo bu ehtimollik yo'q derlik edi. Uning cho'ng shirkatga kirib ishligisi bor edi. Ammo o'qish tarixi va diplomi yo'q edi. Uning tijorat qilg'usi bor, lekin dasmoyisi yo'q edi. Shuning bilan u oxiri artist bo'lib cho'lpon bo'lmoqchi bo'ldi. Qilaman debla qilib ketdi. Oldi bilan Miami universitetiga berib o'yin qo'yishdan bilim oshirgan. Lekin hammalar uni bu kasbga moslashmaydi deb qarab, oxiri maktabdan chiqindirib o'tildi. Shuning bilan u yana nurg'un rejissyorlarni izlab artistlikka kirmoqchi bo'ldi. Nihoyat uzun vaqt tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo qo'shimcha rol olish fursatiga erisholmaydi. Bu yenik darajada chiroyi falak, tili aniq bo'lmagan yigitning erishgani faqat bitmas-tugmas azob va masxara bo'ldi. Senamo artist bo'lgan bormi texe? Hamma yerga berib ahmoqlikni sazoy qilsang bo'lmamdi. Darhol ko'z oldimdan yutdim. Yo'qol, uyga qaytish yo'lda u o'ksib yig'lab ketdi. Menda rostla umid qolmadimi? Ajaba qimorvoz aroqkashning o'g'li faqat qimorvoz aroqkashla bo'la olamdi? Mening hayotim ajaba mushundaq o'tamdi? Albatta undaq emas, hargiz undaq emas. U faqat o'ylabla qo'ymadi, balki o'zgartishga bel bog'ladi. Mayli qandoq badal to'lashni qat'iy nazar aylanib o'tish taktikasini qo'llanib, parda orqasida turib ko'ngil qo'yib tadqiq qilib, yezdiqchilik qilishni o'yladi. Bir necha oydan keyin u bir sahna asari Lokni yezib tamomladi. Ayni chog'da butun Hollywoodda jami 500 kino shirkati bor edi. U sahnasini olib birma-bir ziyorat qildi. 500 kino shirkatini bir qatim ziyorat qilgandan keyin hech qanday bir shirkat uni taklif qilishni xohlamadi. Yanala uni masxara qilib, amaliyatchil bo'lgan, xomxiyol qilma dedi. Bilib bilmayla 2 yil o'tib ketdi. U hayvonotlar bog'chisiga berib qo'shimcha tozaliq ishchisi bo'ldi. U orzusini davomlashtirishi kerak. Ba'zida bir kunda 3 vaqt tomoqqa kafolatlik qilg'il bo'lmaydi. Bir kerakdan chiqqan mashinada uxlab, hatto tuzukroq biror quruq kiyim yo'q edi. U to'xtamay o'ziga men mag'lub bo'lmadim. Men faqat vaqtincha muvaffaqiyat qozona olmadim dedi. Shu sargardonlari kunlarda uning kallasida aks etib turgani ota-onasining talash tortishi. Ko'ni uy, umid yo'q hayot. U hargizmi bundoq turmush kechirmaydi. U to'xtamay o'zligidan o'ginadi. Ssenariyga tutish kirgizgandan keyin 500 kino shirkatini qaytadan ziyorat qiladi. U o'zini uzluksiz rag'batlantirib, kelar qatam muvaffaqiyat qozong'ili bo'lishi mumkin deb turdi. Lekin reallik yanada rahimsiz. 500 kino shirkatini 3 qatim ziyorat qilgandan keyin u yanada butunlay rad qilinishga uchraydi. 3 qatim bo'lmasa 4-qatim chuqum bo'ladi. 1501-qatim, 1502-qatim, 1503-qatim. Ko'z quyruqi sangilab chiroy ifodasi sal qitishgan. Tili kalvalashqa yigit to'xtamay har qaysi cho'ng kino shirkatlariga boradi. Ammo hech kim uning chiroy ifodasi ostida boshqalarning masxarasida namratlik va xo'rlikdan chiniqqan. Chuqum boshqalardan ustun turilgan iroda borligini bilmaydi. 1855-qatim oxiri bir rejissor o'zining sahna asarini ishlatishni xohlaydiganligini bildirdi. Lekin Airbus personaj u emas. Uning qayta ching turilishi bilan u oxiri bu fursatga erishdi. Hali rejissor mundaq deydi: "Mening bu seni yaxshi ko'rganim emas, faqat sening ruhing meni ta'sirlantirdi." U bir oyda suratga olingan tanlar tuvan kino lok qo'yilgandan keyin biroqla danga chiqarib 250 million dollarlik bilet kirimiga erishib, shu yillik bilet kirimi chempioniga aylandi. Stallone kino sohasida birdilla nom chiqarib, kiyimlari jo'ljul sargardondan film haqqi 20 million Amerika dollarlik kino cho'lpini bo'ladi. Boshqalarning 1855 qatimliq rad qilinishi va izo ahonatiga uchragandan keyin xuddi sumurug'dek qayta hayotga erishdi. Erkak degan zodi nima? Haqiqiy erkak yo'g'on badallik emas, aroq ko'taroladigan emas, qattiq urisha oladigan emas, balki taqdirni yangilaydigan kishilardir. Haqiqiy erkak 1855 qatimliq mag'lubiyatni boshdan kechirgandan keyin mo yanala voz kechmaydi. Boshqalarning rad qilishi va mansitmaganligi sababidan o'zini kamsitib, o'zini tashlab o'tmaydi. Haqiqiy erkak turmushning azob oqibatlarini boshdan kechirib, turmushning haqiqiy mohiyatini aniq ko'rgandan keyin mo ojizlik bilan o'zini qochirishni tanlamaydi, balki uzluksiz olg'a ilgirlaydi. Yurakning cho'nqir qatidagi orzusidan voz kechmaydi. Mana bu Stallonening hikoyasi. Men buning sizning hikoyangiz bo'lishini umid qilaman.
Agar bu mazmun sizga zarracha yaragan bo'lsa, Sinchaq Sinfilm salonining taraqqiyoti uchun eng ostidagi xanzucha e'lonni chekib qo'ying.